Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 26-fevral sanasi Moskva vaqti bilan soat erta bilan 7:04 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 7724 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiyaning Sentralniy bankidagi dollarning rublga nisbatan kursi hisoblanadi. Adashtirib olmanglar, bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz hozirgi mana shu Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. ko'rinib turgan 11 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 14 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Undan avval esa biz birinchi bo'lib O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz. Birinchi bo'lib O'zbekistondagi dollar kursini aytib o'tamiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,213,376 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbek so'miga 1,433,764 so'm tashkil etmoqda. Endi esa Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbek so'miga 157,091 so'm tashkil etmoqda. Endi esa turk lirasini aytib o'tamiz. 1000 turk lirasi esa O'zbek so'miga 276,563 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbek so'miga 24,281 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbek so'miga 138,750 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda shu videoroliklarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu videorolikimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda qora rangda ichida podpisa tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, sizlar har kuni shunaqa videoroliklar qo'yganingizda eng birinchilardan bo'lib shu videolarimizni ko'rishingiz mumkin. Videolarimizga like bosib, kommentariyalarda o'z iliq fikrlarini yozib qoldirayotgan barcha kanalimiz obunachilariga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sizlar bosayotgan like va sizlar yozayotgan kommentariyalar bizni har kuni shunaqa videolar chiqarishimizga bizga motivatsiya bo'ladi. Like bosayotgan barcha kanalimiz obunachilariga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holatda Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini AnjirPay programmasi orqali ko'rsatishni boshladi. AnjirPay programmasida hozirgi kunda Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarida eng qulay programma hisoblanadi. Bundan tashqari, shu programma orqali siz O'zbekistondagi barcha karvon to'lovlariga to'lov qilsa bo'ladi va hozirgi kunda shu programma orqali 100 ming rublgacha pul jo'natsangiz sizga 400 rubl bonus qilib qaytarib beriladi. Biz hozirgi Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bo'lib Visa kartani ko'rsatib o'tadigan bo'lsa, 7809 rublimiz O'zbekiston barcha Visa kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. 7809 rublimiz ham naqd pul ko'rinishida, ya'ni dollar ko'rinishida ketmoqda. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz. Ushbu AnjirPay programmasi orqali O'zbekistonga naqd pul o'tkazmasini, ya'ni dollar jo'natadigan bo'lsangiz, 7 salik kod bo'ladi. O'zbekistondagi faqatgina universal banklardan shu pul jo'natmasini bemalol qabul qilib olishingiz mumkin. Keyingi programmamiz Zolotoy Karon programmasi bo'ladi. Sberbankda $100 kursimiz 8012 rublni tashkil etmoqda. Endi esa AKPay programmasini ko'rsatib o'tamiz. AKPayda hali ham texnik ishlar davom etmoqda. Iltimos qayta urinib ko'ring demoqda. Va Mirpurligida O'zbek promokodi bilan $100 kursimiz 7964 rublni tashkil etmoqda. Sberbankda $100 kursimiz 7964 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Vibor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Vibor programmasi $100 kursimiz 7979 rublni tashkil etmoqda. MPay programmasini ko'rsatib o'tamiz. MPay programmasida ham 7809 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Xuddi shu kurs bilan O'zbekistonga naqd pul o'tkazmasini ham amalga oshirsangiz bo'ladi.
Endi esa Pagram programmasini ko'rsatib o'tamiz. Pagramda 7809 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Quick Pay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga KAZ promon kodini teramiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, Quick Pay programmasida KAZ promo kodi bilan $100 kursimiz 7928 rublni tashkil etmoqda. Bundan ko'rinadiki, 2026-yil 26-fevral Moskva vaqti bilan soat erta bilan 7:11 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu ikkita programma bo'lmoqda. Anjirpay hamda MP programmalar bo'lmoqda. Anjirpay programmasida ham 7809 rublimiz, O'zbekistonga naqd pul o'tkazmasida ham ushbu kurs 7809 rublimiz, Visa kartaga jo'natsangiz ham ushbu kurs, ya'ni ekovi ham bir xil. MP programmasi ham xuddi shunaqa kursda ketmoqda, ya'ni Visa kartaga ham naqd pul o'tkazmasi ham 7809 rubl bo'lmoqda. Ma'lumotni eslatib o'tamiz. Anjirpay hamda MP orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga naqd pul o'tkazmasi, ya'ni dollar jo'natadigan bo'lsangiz 7 talik kod bo'ladi va O'zbekistondagi faqatgina universal banklardan ushbu pul jo'natmasini bemalol naqd pul ko'rinishida qabul qilib olishingiz mumkin. Mana qattiq kanalimiz narsa Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 14 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani kamsi haqini ustiga qo'shib bir yo'l hisoblab aytib o'tib ketamiz. Anjirpay programmasidan boshlaymiz. Shu programmada atigi 10 rubl kamsi qoladi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 155200 so'm bo'lishmoqda. Uzkart hamda Humo kartalariga Salom Pay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Shu programmada 50 rubl kamsi qoladi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 153020 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz MP programmasi bo'lmoqda. Shu MP programmasida ko'rishingiz mumkin 14 rubl kamsi qoladi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 155200 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Mer Purlagi programmasi bo'lmoqda. Shu programmada 50 rubl kamsi qoladi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 151000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Avosend programmasi bo'ladi. Mana Avosend programmasi ishlamayapti, ya'ni даже kirishi ham qiyin bo'lyapti, ham ketib qoldi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Hozir karta raqamlar ko'rinib qolyapti. Xavfsizlik uchun ham telefonni bu yoqqa olib ko'rsatmayapmiz ate. Va ko'rishingiz mumkin, Avosend programmasida 50 rubl kamsi qoladi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 149436 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Quick Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsi qoladi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 153634 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Pagram programmasi bo'ladi. Shu programmada 97 rubl kamsi qoladi, ya'ni kartangizdan 1097 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 155200 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezpay programmasi bo'ladi. Уже boshqa o'rnating deyapti. Keyingi programmamiz Tinko programmasi bo'ladi. Bu ham sekin ishlamoqda qandaydir. Shu programmada har oy sizga 20000 rublgacha limit beradi, ya'ni 20000 rublgacha sizdan hech qanaqa kamsi qolmaydi, ya'ni 1000 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147805 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy kanal programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsi qoladi. Ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 152845 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'ladi. Yubor programmasida ko'rishingiz mumkin,
50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 151 ming so'm bo'lib tushadi. Keyingi programmamiz tezda programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 154 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Hamkorbank plastik kartasi 1000 rublimiz 149.907 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Agrobankka 1000 rublimiz 149.300 so'm. Sberbankdan Xalqbankka 1000 rublimiz 149.300 so'm. Sberbankdan Milliy bankka 1000 rublimiz 149.300 so'm. Sberbankdan Mikrokreditbankka 1000 rublimiz 149.300 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Uzunbank plastik kartasi 1000 rublimiz 150.799 so'm bo'lishmoqda. Bundan ko'rinadiki, 2026-yil 26-fevral Moskva vaqti bilan soat erta bilan 7:16 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi programmasi bu Anjirpay hamda MP programmalari bo'lmoqda. Anjirpayda ko'rishinglar mumkin. Atigi 10 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 155.200 so'm bo'lishmoqda. MP programmasida esa ko'rishinglar mumkin 14 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 155.200 so'm bo'lishmoqda. Bundan ko'rinadiki, eng arzoni Anjirpayda, eng balandi Anjirpayda ketmoqda, ya'ni shu programmada atigi 10 rubl, MP programmasi 14 rubl. Kimga qaysi udobniy bo'ladigan bo'lsa, shundan jo'natishinglar mumkin. Kattalarimiz aytib o'tgandek, kimgadir yoqarli ola, kimgadir gul shaydos degandek, kimga qaysi programma qanaqasiga qulay bo'ladigan bo'lsa, o'shandan bemalol foydalanishinglar mumkin. Biz shunchaki kurslarda ko'rsatib, sizlarga o'z tavsiyamizni, ya'ni shaxsiy tavsiyamizni berib o'tdik. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu videolarimiz sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa, kommentariyalarda o'z iliq fikrlaringizni yozib qoldirib, videolarimizga like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.